Minecraft lekin cho'chqadan epik narsalar beradi. Maqsadimiz Ender Dragon, Wither yoki Warden uchala bosslardan birortasini yo'q qilish. Agar siz kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Qani unda do'stlar, videoga go. Mana do'stlar, biz spam bo'lib oldik. Tayga biyomi men deyarli eng yomon ko'rgan biyomlardan biri. Chunki bu yerda qishloqchilar ko'p bo'ladi-yu, lekin hamma yer ko'rinmaydi. Hamma yer juda ham daraxtlar bilan to'lib qolgan bo'ladi, juda ham g'alati. Do'stlar, Minecraft agar kimdir eshitmay qolgan bo'lsa, bu videoda Minecraft lekin cho'chqadan epik narsalar beradi. Juda ham zo'r narsalar deb o'ylayapman hozirchalikka. Hachu bu yerda lava ham bor ekan, lekin lavadan foydalanmaymiz chunki bu datapak o'zi juda ham zo'r narsa, obsidian beradi. Zo'r narsalar bilan birga. Buncha daraxtga oldim. Taporchik kesib olsam ham bo'ladi, qilichmi? Videoni hamma cho'chqa istash bilan o'tib ketmaslik uchun men cho'chqa topgan joyimdan topgunimcha videoni stop qilib turaman do'stlar. Chunki sizlar faqat shu aylanib yurganimni ko'rmaysizlar, to'g'rimi? Mana do'stlar, biz topib ham oldik. Deyarli hech qanday narsa topmadim, shunchaki yuribman aylanib. Bu taporsiz hech narsa qilib bo'lmas ekan. Do'stlar, bu Bedrock versiyada ham shunday narsalar qilsa bo'ladi. Eng qizig'i bironta ham mob emas cho'chqa topa olmadim. Tim. Hatto kech ham tushibdi. Men esa haligacha kravat yasaganim yo'q. Deyarli yasabman. Chunki o'n yerda ham bitta qo'y ko'rgandim. Va uni hozir borib o'ldiraman va kravat yasab tunni o'tkazib yuboraman. Yo'qol. Nima? Sen qanday tepaga? Nima? Senda cheatlar bormi? O'lib qoldim. Birozgina cheat ishlatmasak bo'lmaydi. Bunga sizlar ham qarshi emassizlar deb o'ylayman va men yana o'sha joyga qaytib borishim kerak. Va video stop qilib tur. Mana do'stlar, biz qaytib kelib oldik va biz cho'chqa topdim do'stlar. Hozir bitta taporchik yasab olmasam bo'lmaydi. Ichim qizib ketyapti juda ham. Mayli, qilish ketakan, versakdan liboy payti yasab olsak bo'ladi. Lekin cho'chqani yasab ola olmaymiz. Nimaga yasab olamiz? Cho'chqaning tuxumini krafti bor-ku, lekin uning uchun yoki sabzi yoki kartoshka kerak bo'ladi. Shoshma, men seni mazangni qochirishim kerak. Narsalarni ber, shunda seni o'ldirmayman. Ko'rishimcha bu haqiqatan ham epik narsalar. Mattak Minecraft ham qotib qoldi, to'g'rimi?
Noto'g'ri deysami? Mana unda. Shundan birozgina yeb ol. Vau. Do'stlar, endi men temirdan oddiy qilich yasasam bo'larkan yo'q. Yaxshi, men bitta topor yasab va yana cho'chqalar spawn bo'ladigan joyga yuraman. Lekin shuncha paytdan beri o'ynab hali ham normalniy narsa yasab olganimcha yo'q. Nima? 37 ta anvil? 37 ta anvil? Bular üstüne şey yaptı mı? Bir başım görüm 37 tane ondan şu bir yarı temir mi almaz mı bir vermedi mi? Ondan göre ben unaqa narsalarni tiqishtirmasdan doğru mu do'stlar? Va ana o'ylaymanki sen menga narmancha narsa berasan. To'xta, qochib ketyapti. Qayerga ketdi hozir u? Ana, men bu yoqqa o'tsam u yoqqa o'tib olibdi. Yaramas, hech qayerga qocha olmaysan. Menimcha undan urishadigan narsa tushdi va 8-chi o'rin va qaytib keladiganmikan? Biz qani zachallarni ham ko'rmabmiz-ku. Vau, juda ham zo'r. Menimcha bu qaytib keladigani va otib ko'ramiz. Va o'ylaganimdek bu qaytib kelarkan. Men shu atrofda qo'y ham ko'rganman, ana. Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Va Wow, bitta. Bu menimcha aniq edi. Qo'ylarni joni menimcha Minecraftda 2-darajada turadi, joni ozlik bo'yicha. Qo'y, ana meni bugun nimagadir omadim juda ham ko'p kelyapti. Wow, 6 sehrlangan oltin olma, 39 olma oddiy. Wow. Lekin men bir videoda ko'rganimda ancha boshqacharoq edi. Shu vardim bilan urushmoqchi bo'lsak, ana boshqa o'qlar chiqdi. Vardim bilan urushmoqchi bo'lsak, ularni golem qovoq bilan uramiz. Qovoq bilan golem bilan. Qovoq bilan vardimni ursam tasavvur qilyapman qanchalik qiyin bo'lishini. Mollar endi menga umuman kerak emas. Chunki menda sehrlangan oltin olma bor. Bu videoni maqsadini hali aniq qo'yganim yo'q. Shu keyingi challenjlaringizni ham sizlar berishingiz mumkin. Kommentariyaga kirib yozib qoldiring o'z fikringizni. Kelasi video nima haqida bo'lishi mumkin? Epic narsa, survival, shunga o'xshash narsalar do'stlar. Albatta men hammangizning kommentingizni o'qiyman va butunlay aytish yodimdan ko'tarilibdi. Men bu kartada emas, bu videoda ishlatilgan barcha modlarni men qanday yuklashni o'rgataman. Wow. Netherite Leopota. Bo'ldi. Bir modda deb shuna bo'lyapti. Mana udacha? Leopotaga udacha nima kerak? For effective ve juda ham yaxshi. Qanday shu wow, dahshat. Просто tak bomba. Va nihoyat shu menimcha shunaqa joylarda cho'chqalar juda ham ko'p spawn bo'ladi. Minecraftda men uchun birinchi marta cho'chqa kerakli mobga aylandi.
Men o'ylagandimki cho'chqani million yil qidirib yuraman deb, yo'q, shunchaki oldimdan chiqib qo'ya qolyapti. Odatda bunday modlarda cho'chqalarni kam spam qiladigan qilib yuboradi, lekin hozir yo'q. Bu brochasi ham bor ekan. O'ldirmasam ham bo'ladi. Lekin o'ldiraman. Hop. Sizga ham shunday modlar kerak bo'lib qolsa, men bularni qanday yuklashni o'rgataman. Albatta, har 5 ta videoda ishlatilgan modlarni qanday yuklashni o'rgataman. Har bir videodan keyin o'rgatsam bu juda ham dahshat bo'ladi. O'ta ham ko'p videolar shunga bog'lanib ketadi. Va bizda endi Elytra bor. Bu qanday? Menimcha bu juda ham zo'r. Bu videoni unchalik ham ko'p qilish niyatim yo'q. Yana olma. 42 ta olma, bu просто так bomba. O'zim rachit, wow. Bitta o'q tushsa agar, menimcha bemalol Ender Drakonni borib o'ldirib kelsak ham bo'ladi. Musorlaring nima menga tashlaysan? Men senga musor paqirga o'xshab tuyulyapmanmi? Musor paqir yangicha so'z. Yotoq yasashga taxtamiz yetmayapti. Endi borib olib kelamiz. Qanday baxt. Yo'q, mana bu yerdan olib qolamiz ekan. Olaveramiz ekan. Va tezroq bu tunni o'tkazib yuboray. Kech payt juda ham yoqmaydi. Shunday. Shunaqa gaplarni ham bilaman. Oltin olmani yeydigan vaqt ketdi. Nima? Effektlar biroz g'alatimi? Biroz emas, ancha g'alati. Bu qurolda pachinka ham bor ekan shekilli. Pachinka deb mana looting. Nimaga mendan qochib beradi bu narsalar? Yana biroz daraxt chopib olaveray, yana kerak bo'lib qolsa. Ana cho'chqa ham topildi. Bu Elytra qanotlar ochilib ketaveradi. Ana yana. To'xta. Menga urushgan normalniroq. Ana obsidian tushdi. Ko'z tushadimi? Biroz. Endi ishlamaydi. Kerak-da biladi, bular ham kerak emas paytda asabni buzishni biladi. Bu Elytra va kim ezvordi. To'xtanglar. Men chest plate'imni
narsalarni ko'rmadim. Bir tiyinga qimmat bachalar bilan Netherite chestplate. Lekin mayli, Netherite degani bu o'zi zo'r degani, shum chotki degani. Meni o'ldiring. Kai Gamer deb kelyapti. Do'stlar, nomimni aytishni unutibman. Eng qizig'i telefon qotib ketyapti, chunki bu datapak juda ham kuchli. Men urolmaydi deb o'ylaganman. Cho'chqacha. Bedrock. Menga cho'chqa bedrock tushdi. Bu qanaqa yana razillik. Wow, shuncha o'qim bor, kamonim yo'q. Bedrockdan uy qurish qo'yam maqsadimni. Albatta bunday qilmayman, chunki uni slishkom zerikarli bo'ladi. Bu juda ham zo'r ekan datapakam. Va bu datapakda sizlar ham o'ynay olasizlar. Bilayotganimda o'rgataman. Bungacha kutib turmaysizlar, chunki mana shu videoni oxirigacha ko'ring va men qanday yuklashni o'rgataman. Lekin buni menimcha Telegram kanali borlar, Telegram kanali shart emas, Telegram'i borlar. Datapakni ishlatish ehtimol kattaroq bo'ladi. Boshqachasiga yana bilmadim. Bu elitra nima bo'lgan bu elitraga? Video juda ham yaxshi ketyapti. Sizlar ham shu modlar bilan o'ynay olasizlar. Nether ketishni vaqti kelmadimikin? Yo'q, qanaqa Nether hali sal nasiqalik, chunki u yerda cho'chqalar yo'q. Nima? To'da. Kirayda ham zombi cho'chqalar bo'ladi. Balkim ulardan ham berar. Sanab ko'rish kerak. Lekin yana bilmadim. Beradimi, bermaydimi? Men shuncha narsa olganim yetadi deb o'ylayapman. Lekin menda firework yo'q-ku. Bu ana cho'chqa ham nima bo'ldi? Biroz bug bo'ldi, chekilik. Odatda bunaqa joylar juda ham ko'p spam bo'ladi. Ana. Nur ustiga a'lo nur. Menga kerakli narsa albatta doim o'zimda bo'ladi. Elitda narsa qurish haqiqiy azob ekan-ku. O'yinimizda portal quramiz. O'yinimiz bizni juda ham baland. Shuning uchun portalimiz ham shunday bo'ladi. Lekin men gravi yo'q. Gravi. Sende gravi bormi? Men yuborishim kerak. Kecha bu albatta gravi deb mana tabaka bo'ladi. Va bunday qilamiz. Va qalaysan mol? Balkim yonarsan-a? Qani, tabaka bo'lib tayyor bo'lib chiqarmikin? Nima? Yonayotgan paytda urib o'ldirib olish kerak.
Ya, ya. Va nihoyat men bu tapor uchun qancha mehnat qildim. Strata 5, uroni 13 ta. Ko'ramiz biroz. Agar birinchi narsalar to'plab olaman Ender Dragonga. Agar men yaxshi agar bitta bo'lsa ham vizirni boshini topa olsam, men maqsadimni vizir qo'yaman. Qizil o'rmon. Hali itdek qiynalishimni sezyapman. Va men adashmayapman shekilli. Shu sizlarni ham yuragilar siqib bu topadigan joyimni qirqib yuborsammikin? Sizlarni ham yuragingiz siqilib ketsa kerak bunday paytlarda. Mayli, shu betini topgan joyim. Do'stlar, qaranglar. Men ikkinchi yotog'imni yasaganim, mana bu portalni qurganim yaramas. Shu qalan topganim tahuy ish qilganim shunchaki yozib olish esimdan chiqib qolibdi. Bitta tugmani bosib qo'yish esimdan chiqib qolibdi. Bu qanday rasvogarchilik. Bu portal ham ishlamay qolibdi. Mana boshqatdan ishlatamiz. Bitta yotog'imni rasvo qildi yer. Kriperlar nima bo'ldi hozir? Nimaga bu portalni qurding deydiyorlar. Diqqatiga. Bu ikkinchi portalim bo'lib endi kriperlar aniq bu yerni portlatib yuborisha olmaydi. Mayli, unda baribir chetda ishlatmoqchi emasman. Va o'ylaymanki, meni yana o'sha yerdan teleport qiladi. Video yaxshi ketyapti deb o'ylayman. Oldin yozib olmayotgan bo'lmasa bo'ldi. Bundan oldin ham video olgandim. Nimagadir ular yo'q bo'lib qolibdi. Ular ham yaxshi edi.
Lekin menimcha bu videoyim ulardan ko'ra yaxshiroq bo'ldi. Chunki sal ular mashq sifatida qabul qilsam ham bo'ladi. Bu nima? Nima? Nimacha bular ko'p? Yo'q. Minecraft qotib qoldi. Shu yerdan paydo bo'lganimga ham shukr. Endi ularning o'zi so'rab oldi do'stlar. O'zingiz ham menga nima qilganlarini ko'rdingiz. Endi ulardan qasos olaman. Kamanim yo'qda, kamanim bo'lganda ularni to'kish yana ham osonroq bo'lardi. Bitta spawner topib olsam, atrofni o'rab olsam qanday baxt bo'lardi. Hech qanday to'siqlar bo'lmasdi. Botlarcha o'lib qolmasam bo'ldi yana. Shu bittagina cheat ishlatyapman. Inventarim sahrayt bo'lib qoladi. Wow.
Bu 9 ta tayoqcha. Yo'ldan ketsam bo'ladi. Yo'q. Va yana. Elektrobolga bashim yodimda ham yo'q va ko'k o'rmon izlash kerak. Chunki menga Ender Pearl kerak. Shu Endermanlar biyomini topgunimcha video stop bo'lib turadi. Xullas do'stlar, men topa olmadim. Lekin nima topolmabman baribir. Olmayotgan ekan. Tepaga chiqib olishim kerak. Kirkiga narsalarim yetadimi? Kekras. Bitta olmos vekerga yor. Shuna qilib tepagacha ko'tarilib olaman. Men esa do'stlar, bizning qo'limizga qayerdandir 16 ta Ender Pearl paydo bo'lib qoldi qo'limizda. Buni men Nether'dan oldim. Sizlarni aldamayman, to'g'rimi men? YouTube kanalimga do'stlar, sizlarga shuncha pattek, shuncha narsa qilyapman.
Sizlar esa bir dona like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Bu 16 soniya ham vaqt olmaydi. 16 emas, 1 soniya ham vaqt olmaydi. Men mana daraxtlarni chopib olgunimcha sizlar kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Shuncha kontent va xizmat uchun albatta bu do'stlar, kanalimga obuna bo'lib qo'ying va men buni har deb takrorlash niyatim yo'q. O'sha youtuberlar men ham o'zim ko'rayotganimda asabni buzishsa yoqmasdi. Shuning uchun sizlarga ham yoqmasa kerak. To'qqizta hattoki ko'p ham bu biroz. Qandaydir bak bo'ldi. 18 ta. Keragidan ham ortiq. Ko'z ko'rsatadi. Mana bu tomonga. Ikkalasi ham tushdi faqat daraxtni ustiga. Nima qildim? Voy o'lsin. Xullas, ko'z shu tarafni qarab ko'rsatayotganmidi? Yuraveramiz, tiqar. Nimaga o'zim piyoda yuribman? Menda uyli turib bor. Endimi? Nahotki endi qishloqcha topdim. Lekin menimcha endi bu yerdan menga hech narsa kerak emas. Na ovqat, na boshqa narsa. Bunaqa yetishiga shubham bor. Mana epik narsalar. Tutdim. Yaxshi. Kutmagan, to'g'risi men umuman kutmagan. Totem chiqadi deb. Wow.
Shunda tog'larni o'lgida yomon ko'raman. Do'stlar, men juda ham kam gapiryapmanmi? Do'stlar, gapiribroq o'ynayin. Sizlarni ham zeriktirib qo'ygandirman. Kelasi video nima haqida bo'lishi haqida menda ideya bor. To'tala sehrlangan oltin olmani yemay turamiz. Balki biz ham quruvchilar jangi qilib ko'ramiz. Men o'zimning bir ukam xonim bor va bitta aka xonim bor. Ularning birontasi bilan chiqarib qolishim mumkin. Sizlar obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Men albatta bunday kontentlar chiqarishda davom etaman. Sizdan obuna bo'l. Ketma-ket ikkita ko'z sinib ketdi do'stlar. Hozir uydagilarning gapi bor ekan. Mana bo'ldi do'stlar. Masalan, hal qilib keldim, aylanib biroz sukunib yurib ham qo'ydim. Menimcha o'zi kirayda bitta bo'lsa ham ko'z bo'ladi yoki shunchaki sandiqdan olamiz. Shunchaki sandiqdan olamiz. Juda ham katta baho berolmayapman. O'zimga katta emas, ko'p. Men kirayni topgan joyimda kirayga topgunimcha video stop qilib tursam ekan. Chunki sizlar bekordan shuncha yurganimni ko'rmaysizlar-ku. To'g'rimi do'stlar? Yo, topganimni ham qo'yaymi ekan. Mayli, turaversin. Qolgan o'yinchilar qanday qiyinchilik bilan topishini sizlar ham biroz ko'ring. Sizlar ham bilsangiz kerak-ku, shunchaki aytaman. Kes mana bu yoqqa qarab ko'rsatyapti. Nima shugurgan yerda yotibdimi? Menimcha qandaydir bug bo'lgan. Va mayli do'stlar, portali xonani topganimgacha video stop. Do'stlar, aytsam ishonmaysizlar, yo'lda 3 ta enderman ko'rib qoldim va bularning ikkalasidan ham menga tushdi. Naq ikkitadan. Bu bolta va lepotani birlashmasida shunday bo'ldi. To'tala, bu yerdan kirvat olsam bo'ladi va kirvat bilan ularni portlatib yuborsam bo'ladi Ender Dragon. Menimcha shunday qilsam ancha yaxshi bo'ladi. Yaxshi xabarlar. Menda olmos 1 stak bo'ldi.
Naq bir stek. Menda ikkita bor. Kamonim yo'q lekin. Golem brat meni urgani kelmadi. Garmas golem ekan. U o'ziga nima? Minecraftda menimcha bunaqa struktura yo'q sen. Bular o'zlari uy qurishni o'rganishib shekilli. Bo'ldi. Menimcha yetadi. Aslan ketmaysanmi? Minecraft juda ham qotyapti. Shundan o'tib va shu yerlardan kavlasam menimcha bo'lsa kerak. Ana cho'chqalarni ham o'ldirib kelaman. Cho'chqalar. Bular. Men bugun omadim kelyapti. Lotereyaga chipta olib ko'rishim kerak. Do'stlar, Ender Dragonni o'ldiraman va bo'ldi. Videoni tezroq tugataman. Va shunchalik ham chuqurda bo'ladimi? Bitta oltin olmay bo'lishi kerak. Shu bitta ko'mirlab olsam yaxshi bo'lardi. Sen nima qilaman? Menga qarshiligim yo'q-ku, lekin men ko'mir ko'proq kerak bo'ladi. Toshni ham o'g'layveraman. Go'sht menga nima kerak?
Xullas, ana kirayni ham topib oldik. Va qanchalik tez portali xonani toparkinman. Papapam. Endi qayerda u xona? Bu yerda nima bor? Bu yerda-chi? Labirint. Kütüphane topdim. Lekin menga kütüphane emas, hozir boshqa narsa kerak. Menimcha haju mana ko'rib ko'ramiz. Qaysi tomonda ekan? Bu tomonni ko'rsatyapti ko'z. Lekin bu yerda nima bor? Hech narsa yo'q.
Uf, do'stlar. Juda ham zerikib ketdim. Sizlar ham zerikkandirsiz. Shu betini o'tkazib yuborsangiz ham bo'ladi. 1 soatdan ham o'tib ketibdi va do'stlar, men o'zim topolmadim chunki bu yerda umuman yo'q ekan do'stlar. Ishonsangiz ham, ishonmasangiz ham men butun qasrni titdim, lekin topa olmadim. Yey. Topganimda lekin o'zim yo'q qilardim do'stlarim. Albatta bu videoda cheat ishlatmadim deya olmayman, lekin keyingi videolarda cheat ishlatmasdan Ender Dragonni o'ldiraman. Nima bo'lyapti? Yo'q. Men boshqara olmayapman. Hozir bo'ldi. Mana ishlab ketdi do'stlar va bu challengening davomini men keyingi safar albatta olaman yoki hozir video o'zi slishkam ko'p bo'lib ketdi, shuning uchun kristallarni portlatayotgan joyimni olmasammikin? Yo'q, olganim bo'lsin. Chunki bundan ham kreativdan foydalanyapti degan ehtimol endi katta bo'ladi. Bu endirvachchani bir pasda o'ldirib tashlayman. Shunchaki birozgina nima desa bo'ladi. Hozir telefonim qotib qoldi, shuning uchun o'ldira olmadim. O'lib qoldim.
kristallarni portlatib qo'ydim. Endi esa qolgan bir nechta kristallar qoldi. Shularni ham portlatib drakonni ham o'zimni o'ldiraman. Xullas ko'rib turganingizdek, bu safar buglar juda ham ko'payib ketdi. Shuning uchun bu videoning qolganini keyingi safar olaman. Hammaga tomosha uchun rahmat. Biz esa videomizni shu yerda to'xtatamiz.